Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetil muttaqin. Ve salatu ve salam ala Habibine ve Seyyidine Muhammedin ve ala alihi ashabihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu aleyküm. Hurmatli tomoshabinlar, aziz Rahmon kanalining muxlislari. Sizlarni barcha kirib kelgan mana shu 2026 yangi yil bayramlaring bilan yana bir bor tabriklayman. Oilalardan tinchlik, ishlaringizda muvaffaqiyat tilab, bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Mavzu yana o'sha o'tgan safargidek Gulira'no Qosimova va uni atrofidagi gaplar bilan bog'liq bo'ladi. Bu safar sal keyinroq to'xtaymiz. Gulira'no Qosimovaning faoliyatiga ham, ichki ishlar Abror Muxtor Alining chiqishlariga ham. So'zimda avvalida bir kichkina sizlarga bir rivoyat aytib bersam. 4 ta ko'r odam aytaylik hayvonot bog'iga filni ko'rmoqchi bo'lib boribdi. O'zi ko'rlar ko'rmaydi-ku, bilasizlar. Borgandan keyin fil qaytadigan ekan, filni oldiga olib kelishib qo'ydi, mana shu yerda fil turibdi debdi. Bittasi borib turib filga xartumini ushyapti. Ikkinchisi atrofida aylanib 4 ta oyog'ini ushyapti va bittasi tagiga kirib ketib, osmonga qo'llarini silab, qornini silabdi va to'rtinchisi bunday qulog'ini qimlatib shabada qilayotgan ekan, borib qulog'ini ushlayapti. Keyin qayta chiqib ketgandan keyin kulibdi endi. Xo'sh, filni ko'rlaringmi? Fil qanaqa ekansa, ko'rdik. Qanaqa ekan fil desa, birinchisi aytdiki, fil bitta ilon ekan debdi. Xartumini ushlagan. Ikkinchisi aytdi, yo'q, sen noto'g'ri gapiryapsan. Fil 4 ta ustum ekan debdi. Uchinchisi bo'lsa, sen ham ko'rmabsan, men ko'rdim buni. Bu osmonli bir gumbaz ekan. Desa, to'rtinchisi, uchun ham anglamabsan. Ha, fil bir yelpig'ach ekan degan ekan. Qissadan hissalar bor. Buni keyinroq gapirsa tushunib olasizlar. Hozir endi shu kunlarda meni chiqishlarimga ham ancha munosabatlar bildirilib, muhokama, mushohadalar qilinib, bir chiroyli fikrlar bilan birga tanqidiy fikrlar ham albatta bu YouTube'da qonun qoidasi kelyapti. Men hech kimni xafa emasman. Ayniqsa o'sha tanqidiy menga fikr yozganlarga ham katta rahmat aytaman. Aytyaptiki, menga yoshingiz bir joyga borib qolganda sizga uyat emasmi, bu YouTube'ga chiqib yurish yarashmabdi. Yoki bu gaplar sizga to'g'ri kelmaydi degan gaplarni gapiribdi chiroyli bir mazmunda. To'g'ri sizlar gaplaring. Bu yoshimda to'g'ri keladimi, yo'qmi bilmadimi? Nima menga yarashadi? Sizlar bo'lmasa aytinglar. Men ko'p bora gapirgan gapimni takrorlayman. Sen ko'ryapsan, sen eshitmoqdasan, sen fikr yurityapsan, demak sen tiriksan degan gap bu Benjamin Franklinning gaplari edi. Buni ko'p gapiraman-da. Hayotda odam bilan tirik. Yolg'izlik Allohga xos xolos. Yolg'iz odam sog'lom bo'lsa ham juda yashab ketish qiyin. Men sizlar bilan yashayapman. Voqea hodisalarni shu bittagina YouTube'ga kirib yoki boshqa kanallarga kirib ko'rib, shunchaki o'z fikrlarimni bildiryapman xolos. Balkim men haqman deyolmayman, noto'g'ri bildirayotgandirman. Men ham odamman axir. Chunki odam zotga aql bilan birga nafs ham berilgan. Bizdan o'laroq farishtalarga aql berilgan, nafslari yo'q. Hayvonlarga nafs berilgan, aqllari yo'q. Bizda har ikkovidan ham bor. Hayvoniylikdan ham, odamiylik, insoniylikdan ham bo'lib qolish tabiiy holat. Bu endi asosan birinchi navbatda Ichki ishlar vazirligidagi holatlar haqida ozgina to'xtalamiz. Hurmatli Shohruh G'iyosov chiqishlarida faqat bir tomonlama
o'sha Ichki ishlar vazirligining holati va kerak bo'lsa bunday holat yana takrorlanishi haqida gapirmoqda, shuni avaylayapti. Unga o'tgan safar ham fikrimizni bildirgandik-ku. Hech kim ichki ishlar tizimini yomonlagan yo'q va bu 4-5 ta xodim jazo olgan bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimida ishlayotganlarni avriga putur yetmaydi. Zero mana o'zlarining xabarlaring bor. Prokuraturadan Rashid Qodirov uni atrofidagilar ketdi. Shaxsan prokuror nima Shavkat Miromonovich o'zlari shularni ishlarini qilganlarini bilib turib, olib mana qamoq muddatini bajarib bo'lgandan ham qamalishib ketishdi. Bu bilan prokuraturani avriga tushib qolgan yo'q. Ikkinchisi, oldingi esimda hozirgi DXXda o'sha general G'ulomovda Shavkat Miromonovich o'zlari aytdi, pagonini yulib oldim deb turib, va keyingi DXX bo'lgandan keyin mana Ixtiyor Abdullayev eng katta o'sha lavozimdagi qamalib ketdi. Nodir Xudo deganlari bor ekan va uni atrofdagilari nima bular bilan DXXni yana ham odamlar ishonch oshdi. Xuddi shunga agar bitta ikkita shu tizimga adashib ko'rib qolganlar ham jazosini olsa, yana odamlarning hurmati oshadi xolos. Hech qanday menimcha tushib qolmaydi. O'zi bir attestatsiya qilib o'zini tartib qoidasi bo'yicha hushyorroq ishlashadi. Endi Gulirano qizimizga qarshi ancha-muncha mana bu videodan keyingi chiqishlar ko'payib ketdi. Bir Xonlamir degan bir advokat yigit chiqib turib, hattoki prokuror Ne'matullo Yo'ldoshev bilan chiqib sud noto'g'ri o'tkazilgan degandek gaplarga bordi. Ya'ni o'sha advokat shu darajada bilimdor ekanki, bizni sudyalarga ham ishonchi yo'q ekan. Men hech qanaqa unaqa deb o'ylamagan bo'lardim. O'sha hurmatli Xonlamirmi ismingiz o'g'lim, siz advokatura to'g'risidagi 6-moddaga qo'pol ravishda buzib kiryapsiz-da shu yerda. Sizdan aqllilar ham o'tirib buni tahlil qilyapti va davom etadi bu. Endi o'sha yerda menga yana bir savollar tushibdi. Mana shuncha maqtovdingiz Gulranoni, mana endi bunaqa hollar bo'lib qoldi-yu, endi nima deysiz degandek bir sifat savollar ham keldi-da. Men nima ham derdim? Yashirmayman. Men ham insonman sizlardagi. Meni ko'nglimda ham shubha tug'ildi. Albatta tug'iladi-da. Kimning ko'nglida shunday narsa bo'lsa, shubha tug'ilmaydi. Lekin ba'zi bir holatlarda eshitib, ko'rib turib, ko'nglim hozircha, "Ey Alloh, shu ilohim noto'g'ri bo'lib chiqsin" deb Xudodan so'rab turibman. Birinchi holatlari siz uyingizda ayolingiz bilan kechqurun dinda yotgan anov xonada farzandlaringiz bo'lsa, eshikni katta qilib ochib qo'yib yotasizmi yo qulflab qo'yib yotasizmi? Men bo'lgan qulflab yotardim. Kerak bo'lsa taqillatib ruxsat so'rab kirardi. Mana bitta javob. Nima uchun o'sha yerga bir aytaylik yomon zino maqsadida kirishadi-yu, ko'cha eshikni, ikkinchi etajga chiqadigan eshikni, ikkinchi etaj eshigini katta ochib qo'yadi va qaytda ikkovini birga yotganini ko'rdik. Agar mobodo o'sha gap tasdiqlansa, qana holatga tushasiz degan savol kelibdi. Muhabbatim nafratga aylanadi. Barcha gapirgan gaplarim behudaga ketadi. Lekin shunday zorlanib, shunday mana prezidentga murojaat qildi va Abror Muxtor Alimini gapirayotganda shunday so'zlar gapirdi. Agar tuhmat qilgan bo'lsam, Alloh ham, qonun ham meni jazolasin deganda ko'nglim tinchib turibdi. O'ziga ishongan ayol bo'lmasa, bu gapni hech qachon gapirmagan bo'lardi. Endi yana bir birodarimiz chiqdi, hali yoshi qarilar to'g'risida deyapsiz, u ham yoshi ulug'roq odam ekan, shiddat bilan gapirishiga qaraganda ancha narsani ko'rgan. Gulnazor maktabini ko'rsatib, o'sha yerda gapirdi. Kerak bo'lsa men viloyat hokimiga, prokurorigacha chiqaman deb bunday jahl bilan kurashayotgan sog'lom birodarlarimiz ham bor. Men-ku mayli imtiyozim yo'q, bir yerda o'tirib tilim bilan, gapim bilan shunchaki bir tasalli berib turibman ekan. Va nihoyat endi oxiri hurmatli domlamiz Abror Muxtor Ali to'g'risida bir ikki og'iz yana gapirmoqchiman. Ko'p joyda yozibdilar birodarlar, domla demang, hurmatli demang, meni kechirasizlar. Sizlar demasalaring demanglar, lekin yana
bir bor hammalaringni iltimos qilaman, shu inson haqida fikr bildirayotganlaringni haqorat qilmanglar. Bu Alloh bergan juda buyuk ilmga ega inson bu. Faqat diniy ilm bas, dunyoviy ilmda ham olim ekan. Men buni kelib chiqishlarini axtarib topib jinday ko'rdim. Bu zamonaviy adabiyot, misol aytaylik, Hemingway, Maupassant, aytaylik Chingiz Aytmatov, jahon adabiyotlari, misol aytaylik Mikhail Bulgakov deymizmi, Dostoyevskiy, Tolstoy, barcha asarlarni o'rganib chiqqan. Men nimaga bularni gapiryapman? Shu asarlarni men ham o'qiganman, hammasini yoshligimda. Shularning ruhida ancha-muncha meni hayotda yo'limda o'zgarishlar bo'lgan. Lekin domlaning endi gaplari meni hayron qoldiryapti-da. Ana o Shuhrat Musaevda chiqib gapirgan gapini men dilimdan ham o'tkazdim. Demak, meni gapim befoyda ekan. Meni ham o'zini chiqishlarida jinday ozga o'tib ketdilar, oqsoqol ham birov qayraganmi, mana bunday chiqyapti dedi. Yo'q, meni birov qayramaydi ham, o'zimni vijdon avrimdan chiqaman. Meni hech kim bilan, Gulira'no Qosimova bilan ham, Sirojiddin media bilan ham, Otabek Jo'rayev bilan ham, Jahongir To'lagan deysizlarmi? Umuman barcha blogerlarni hayotda birortasini ko'rmaganman, hatto telefon orqali muloqot qilmaganman, hech qaysini tanimayman. Uyda sizlarning fikrlaringga asoslanib fikr doira bildiraman xolos. Hurmatli Abror Muxtor Ali o'sha birinchi chiqishidan haligi Daesh degan so'zlardan keyingi tonib qayta isbotlab berasan deb bir mushohada qilib, mana shogird yigitlarim bilan chiqishlarini ko'rdim. Shu yerda jinday bir yumorlardan gapiramizda, ozgina bir kulishib ham olamiz. Bir inson ehson qilish uchun katta bir semiz qo'ydi yetaklab, domlaning oldiga kelib, domla bu amonga duo bering degani yetalab kelsa, domlaning oldida o'tirganlar bay. Qo'yam, shuna bo'ladimi? Cho'chqa sen bilib ketdi desa, bo'ldi, harom bo'ldi. Olib ketib qo'yingdi. Qo'y harom bo'ldi desa, qo'ydi yetalab qaytarib olib ketsa, bu yonda yatdi. Ha, attang, juda ham zotdor bir semiz qo'chqor desa, qaytar, qo'y halol bo'ldi degan ekan. Bu gapdan maqsad nima? Hurmatli domla, sizni chiqishlaringiz shunga o'xshab qolyapti-da menga. Endi har bir insonda erkin fikr qilish huquqi bor ekan. Men ham o'zim erkin fikr qilyapman. Siz o'sha 31 dekabrdan 1-yanvarga o'tar kechasi prezidentimizning gapini ham qo'yib, boshqa qo'yib, shu sohaga shunday yopishib gapirdingizga hayron qoldim. Yana bir ikkita holatlar bilmadim. Siz detektivmisiz domla? Mana bu birinchi yozgan arizasi nima qayt bilasanmi degan savolni berdingiz. Birinchi u farrosh deb ko'rsatma bergan. Keyin borganda direktorman degan va boshqa narsalar aytyapsiz. Gulira'no Qosimova haqidagi hamma ma'lumot sizning qo'lingizda ekan. Endi meni bergan barcha o'sha chiqishlarimga munosabat bildirib qo'ying qissamga asoslanib. Mana efirda butun olamga chiqqan shu chiqishlari orqali tanidik. Shu orqali fikr bildirdik. Qaniydi endi ikkinchi tomon, agar ular ham o'zlarini shu brokerlar bilan o'zlari kanal ochibdi, shu ichki ishlar xodimlari chiqib, yo'q, bunday bas asosiy haqiqat ma'noda mana bunday deb chiqqanda biz bilardik. Nimaga chiqmayapsizlar? Sizlar ham marhamat chiqinglar. O'z fikrlaringizni ifoda etinglar. Sizlarga ham biz xolis fikr bildiraylik. Haligi suvga tushgan toshday soliqchi haqida hech nimani bilmadik. Kirgan holatni ham bir marta ko'rgandan boshqa ko'rmadik. Biz qandayga hozir ishonib turib bir buzuq ayolga chiqarishga bizga asos yo'q-da endi. Biz umid qilamiz xolos endi buni bu yerda. Shuncha gaplarni gapirib, prezidentga murojaat qilib, kerak bo'lsa meni Alloh ham qonun ham jazolasin deb shiddat bilan chiqqan ayol menimcha zinokorlik qilmagan bo'lsa kerak. Lekin baribir oqlamaymiz-da endi o'sha o'ylamay soliq idorasiga kirib qo'ygan ekan-da, endi kirgani bor yo'q shu. Endi buni to'g'risini aytadigan bo'lsam, mana Shohruh G'iyosov aytyapti, o'sha kirgan militsiyaga qo'shni bo'lgan
Shuning uchun shu norozilik bo'lgan. O'shanga bo'ladigan bo'lsa 9 ta odam nima kerak bordi. Bitta o'sha uchastka noziri, mahalla fuqarolar yig'ini raisini, yana bittasini olib kirib, bunday tarbiyaviy soat o'tkazib qo'yganda mana o bechora qizimizni boshiga ham shuncha ko'rgiliklar tushmasmidi. Oxirida hali men bitta narsaga to'liq javob bermabman. Menga mana o sizga nima bor deganlarga qisman javob berdim-u, yana bitta asosim, yana bitta Allohning oldida umidim bor. Eng oxirgi so'zim bu. Vaqtlar keladi. Kunlar, balkim yillar. Men bu dunyoda bo'lmayman. Umuman har kim vaqt soat ketgan bo'lmaydi. Lekin mana shu kanal ishlaydi. Mana shu kanal ishlab, shu meni vafotim haqida shu meni obunachilarim, ko'ruvchilar biladi. Va o'sha menga yomonlik qilmoqchi bo'lgan inson, yomonlik deyolmayman, shu yoqtirmagan, fikr bildirgan inson ham qo'lini duoga ochib turib, Bismillahirrohmanirrohim. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh rahmat qilsin betiga Fotiha tortishdan umidvorman. Zero har bir Fotihamizga ustimizda turgan malaiklar amin deb turar ekanlar. Asosiy fikrim shunda meni yepirga chiqishdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'linglar.